Timur 1336-yil 9-aprel kuni kech hozirgi Shahrisabz yaqinidagi Xo'jailg'or qishlog'ida tug'ilgan. Amir Timur poytaxti Samarqand bo'lgan Timuriylar saltanati asoschisi. Sohibqiron bobomiz Amir Timur haqida dunyo adib va shoirlari, hatto dramaturglari ko'plab asarlar yozishgan. Bunday ijod mahsullari soni 1300 dan oshib ketgan. Ulug' ajdodimiz garchi buyuk bunyodkor va jahongir bo'lsa-da, kuch-qudrat zo'rlik va zo'ravonlikda emas, aksincha adolatda ekanini nihoyatda chuqur anglagan. Bu haqiqatni bizga meros qoldirgan. Kitob barcha bunyodkorlik, yaratuvchanlik va aql-idrokning, ilmi donishning asosidir. Hayotni o'rgatuvchi murabbiydir. Ishbilarmon, mardlik va shijoat sohibi, azmi qat'iy, tadbirkor va hushyor bir kishi minglab tadbirsiz, loqayd kishilardan yaxshidir. Garchi ishning qanday yakunlanishi taqdir pardasi ortida yashirin bo'lsa ham, aqli raso va hushyor kishilardan kengash va tadbir istab fikrlarini bilmoq lozimdir. Qudratimizga shubhangiz bo'lsa, biz qurdirgan imoratlarga boqing. Yaxshi odam yurt tuzar, yomon odam yurt buzar. Biz kim mulki Turon, amiri Turkistonmiz. Biz kim millatlarning eng ulug'i, Turkning bosh bo'g'inimiz.